Alloh taoloning fazli ila bir yigit bir donishmandning oldiga kelgan ekan. Men Qur'oni Karimda o'qidim. Ko'p oyatlarda hozir qorilar bilan ham gaplashdik. Walakinna aktharuhum la yashkurun. Ularning ko'plari shukr keltirmaydilar. Ular noshukurlar degan oyatni Alloh Qur'onda ko'p joylarda zikr qildi. Shunda yigit shayxning oldiga kelgan ekan. Alloh taolo nega ko'p insonlarni noshukur deyapti? Nima uchun? Buni bizga bir isbot qilib bering deb shayxning oldiga kelsa, shayx kelingda deb bog'ning oldiga, bog'ning ichkarisiga kirgizgan ekan u yigitni. Va yigitga bir chetroqqa, panaroqda bo'layotgan voqealarni kuzatib turing, to men sizni chaqirmagunimcha dedi. Kuzatib turdi. Bir odam keldi. Ot bilan mingan. Shayxdan so'radi: "Birodarim, mana shu bog' sizniki, ham meniki. Ariqdan suv oqayapti ekan. Xo'p, maylimi men shu ariqdan bir suv ichsam, men musofirman?" Bemalol dedilar u kishi. U otdan zo'rg'a tushdi. "Mana" dedilar, "ariq bemalol ichavering" dedilar. U oyog'i cho'loq ekan. Zo'rg'a otidan tushdi, hassasini oldi, ariqni oldiga bordi, enkashdi, suv ichdi. Suv ichib bo'lgandan keyin otiga minaman desa, bir chetroqda bir piyola turgan ekan. Shunda shayxga aytdi: "Ey birodar, meni otdan zo'rg'a tushganimni ko'rdingiz. Mana piyola bor ekan, shunday ariqdan suv olib menga uzatsangiz bo'lardi-ku" dedi. Shayx aytdilar: "Piyola bor, lekin bir cheti singan, bir yorig'i bor. Shunga bir kasallikmi? Payg'ambarimiz ham aytganlar, yorig'i, bir labi uchgan piyolalarni ishlatmang. Shuning uchun sizga bermadim. Sizni ta'bingizni xira qilgim kelmadi. Shuning uchun o'zingiz icha qoling ariqdan dedim" dedilar. "Ha, nima bo'libdi? Meni ahvolimni ko'ring, oyog'im cho'loq, zo'rg'a otdan tushib, shuncha harakat ila suv ichdim. Bersangiz bo'laverardi. Yoriq joydan emas, bir boshqa joydan men piyoladan suv ichaverardim" dedi. Noshukurlik qildi-da, otiga mindi-da, shayxga rahmat ham aytmadi-da, ketaverdi. Yigit aytadi: "Bo'lgan voqeani men tomosha qilib turibman. Ikkinchi odam keldi. Yana suv so'radi. Shayx aytdilar: "To'xtang. Mana piyola bor" dedilar. "Hozir men sizga piyoladan suv olib beraman" dedilar. Piyoladan suv olib berdilar. Taqriban 3-4 piyola. 4-piyolani ichib odam to'yadi-ku suvdan. Yaxshilab qonganidan keyin piyolaga nazar soldi. Piyola yoriq, labi uchgan. Shayxga aytdi: "Ey attang, birodarim, bir og'iz aytganingizda bu mikrob tushganmi endi? Buni labidan kim ichgan? Bu qanday holatda singan? Men bemalol tushib, otdan bemalol men ariqdan o'zim qo'lim bilan ham suv ichaverardim. Aytmabsiz-da piyolani yoriqligini" dedi. Va ketaverdi u ham. 3-odam keldi. 3-odamga shayx aytdilar: "Boshqacha ish qilamiz endi bunga." Suv so'radi. "Suv bor" dedilar. "Mana u favvorada engashmaysan. Yuqoridan kelyapti. Mana shu joydan borib suv ichaver" dedilar. U otidan tushdi, favvorani oldiga bordi-da, qo'lini ko'tarib suv ichdi. Endi favvora hamma joyda yuqoridan suv kelyapti, hamma joy shalabbo bo'ladi, endi o'l bo'ladi. Kelib otiga minayotganda ko'zi yana piyolaga tushdi. "Piyola bor ekan-ku mana" dedi. "Piyolani bermabsiz-da. Piyola bilan shu ariqda men suv ichib ketaverardim" dedi. Shunda tushuntirdilar: "Mana piyolaning sinig'i bor, yorig'i bor. Ta'bingizni xira qilmay deb sizga favvorani ko'rsatdim. Ariqni ko'rsatmadimki, engashib kiyimlaringizni kir qilib suv ichmang dedim" dedilar. U aytdiki: "Piyola bilan ham ichsak bo'laverardi. Yorig'i bo'lsa bir boshqa tomonidan ichardik. Favvoraga hamma joyim ho'l bo'ldi" dedi-da, ketaverdi u ham. Shunda yigitni chaqirdilar. "Ko'rdingmi?" dedilar odamlarni. O'zi chanqoq edi. O'zi musofir. Suv ichib bo'lgandan keyin alhamdulillah demaydimi dedilar. Piyolada suv ichdimi? Favvoradan suv ichdimi? Ariqdan suv ichdimi? Birodar, musofirlikda, cho'lda yurganingizda bir suv ne'mat ekanligini qadrini bilib, bir farosatni ishlatib alhamdulillah deb, rahmat deb aytib ketish kerak. Bugun bizchi
Bizlar ham mana shu Alloh taolo bergan oyatning tahtiga kirib qolmayapmizmi? Ularning ko'plari noshukurlar. Bugun imkoniyatimiz ko'p. Qaysidir imkoniyatimiz bugun yo'q-da o'sha. Nima deymiz? O'sha bo'lmayapti deymiz. Borlarini ko'z ko'rmaydi. Kecha yo'q edi-ku shu. 10 yil oldin yo'q edi-ku shu. Uy yo'q edi, mashina yo'q edi, uylar eski edi, sharoitlar yo'q edi. Alloh berdi-ku. Mana shu bor ne'matlarga shukr yo'q-da, yo'qlarni eslab noshukrlik qiladi inson. Shuning uchun Alloh taolo bilib Qur'onda ularning ko'plari noshukurlar dedi. Birodar, shukr qiling.